Assalomu alaykum, Arashan ishqibozlari, akalar, ukalar, xudo xolasa videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turinglar. Yarichkaladi, go'zalidan kelgan, haqiqiy zoti boridan so'rayaptirganlarga obunachilar mana. Birinchi bolasini o'zim olaman deganlarga Qirg'iziston Bishkekda to'xli sovuq qo'zlardan kelgan. Mana qaranglar, jonivorlar. Bu yerda endi tish yoryaptirgan, tishi chiqargan qo'zi hali ashnaqalar. Mana qaranglar. Quloq, garbonus hamma yo'g'i joyida, xudo xolasa. Bu yerda soni bir 30 dona bor, xudo xolasa mana. Ishqibozlariga. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'onda akalar. Xudo xolasa sizlarga hali video chiqarib bo'lmayapti, obunachilar o'zimiz bu yoqqa ketib qolyapmiz qo'yga. Mana toza narsalar kelgan, xudo xolasa mana. Jonivorlar qaranglar. Hozir xudo xolasa sinovda bular. Bemalol kelaverasizlar. Sotuvga chiqdi mana. Bunda tozalari, mana qaranglar, jonivorlari haqiqiy go'zallardan yetib kelgan. Dumbaraziz, garbonus, quloq, to'ni hamma yo'g'i tozasidan shu go'zallardan olamasalar, mana qaranglar. Mana jonivorlar haqiqiy o'ta go'zalidan. Dumbarazizlarga e'tibor beramiz. O'ta cho'tkilaridan xudo xolasa yetib kelgan mana. Mana qaranglar. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, obunachilar, xudo xolasa. Bugun hafta kunimizga yakshanba, akalar, bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa mana toza narsalar kelgan. Bitta ikkita olaman degan ham bemalol aloqa chiqaveringlar. Lokatsiyalar tashab beriladi. Shu manzilimiz Tepaqo'rg'onda, akalar, xudo xolasa. Mana suyaklariga e'tibor beramiz. Hamma yo'g'i joy-joyida, xudo xolasa. Mana qaranglar, jonivorlar sifati ideal darajada akalar. Mana jonivorni qaranglar. Inshaalloh haqiqiy zo'ridan boqaman desalar, tozasidan boqaman desalar, bizga aloqa chiqaverasizlar. Birinchi qo'l o'ptim joyi. Narxi akalardan bo'lsak, obunachilar hammasi agar bir yerga tortishaman desa, narxi obunachilar 7 million 600 ming so'mdan uyingizga yetib bora qo'yinglar. Xudo xolasa yedirib, ichirib, ko'rib, bemalol bir hafta garantiyasi bor. Yoqmaganini bemalol berib beraverasizlar mana. Xolasa haqiqiy tiniq variantlar. Tanlab olishga plyus-minuslari bor, gaplashamiz, obunachilar. Mana. Sifati ideal darajada, bu yerda bo'yi 85 ga davr bor. Qo'zi hali. O'ta katta natijada obunachilar qo'zi 85 ga davr bo'yi bor. Xudo xolasa. Mana. Sifatlari ideal darajada, hamma yo'g'i joyida, zoti bori, qoni tozasidan, to'ni tozasidan qo'chqorni zo'riga qo'shib, bolani olib, narman pulga sotaman deganlarga o'ta tiniqlaridan, xudo xolasa. Mana. Birma-bir o'tsindi. Mana go'zalidan. Hammasi oq yuz jonivorlar mana. Turgan puldan foyda yo'q, obunachilar mana olib qo'yinglar, mana bunday toza narsalarni, xudo xolasa. Narxi yengil o'sha 7 million 600 ming so'mdan obunachilar dangal ketaveradi mana. Hammasi o'ta chiroyli. Krasota. Zo'ridan boqaman deganlar aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Lokatsiyalar tashab beriladi, bemalol kelib, ko'rib, ko'zimdan kelib tanlab olsalar ham dastlabki xizmatlarni bepul qilib yetkazib berilaveradi. Mana jonivorlar qaranglar, sifat ideal darajada. Hammasini dumbarazizlari ham cho'tki, stoykalari, qo'ylarimizdan charchov chiqqani yo'q, obunachilar. Xudo xolasa kelaverasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalar, mana shunaqa toza narsalar xudo xolasa bizda bo'ladi mana. Mana qaranglar, garbonuslarga yetib qo'ydi, tangan odam, tushungan odam obunachilar olaverasizlar mana. Xudo xolasa qo'ylar o'ta ideal darajada. Xo'p, videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, akalar, oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammaning chorvalaringga Alloh baraka bersin. Aynaqa sifatli qo'ylar hammaning uyida 100 yosh, 200 yoshdan bo'lib ketaversin.